Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumiz deep learning va neural network. Demak, qisqacha mavzu rejasi deep learning va inson miyasi, deep learning va networkdagi asosiy muhim tushunchalar, uning turlari haqida gaplashamiz. Sun'iy intellekt o'zi bu nima? Sun'iy intellekt bu mashinalarni inson kabi fikrlash va o'rgatish qobiliyatidir. Bu 1956-yilda ilmiy soha sifatida tan olingan. Bugungi kunda sun'iy intellekt tibbiyot, ta'lim, transport va boshqa ko'plab sohalarda qo'llanib kelmoqda. Neural tarmoq esa, network esa bu inson miyasidan ilhomlanib yaratilgan sun'iy intellekt modeli hisoblanadi. Inson miyasi neyronlar orqali ishlatiladigan kabi bu model ham sun'iy neyronlar orqali ishlaydi. Demak, oddiy misol ko'radigan bo'lsak, bola mushukni ko'p marta ko'rsa, uni keyingi mushuk ham taniydi. Neural tarmoqda ham bu ko'p rasmlarni biz unga o'qitib, qoidalar asosida uni o'rgatib olamiz. Demak, kelingda tarixni ko'radigan bo'lsak, 1950-yillar boshlaridan 58gacha perseptron tuzilgan ekan, ilmiy ishlar olib borilgan. Lekin 1986-yilgacha, demak, bu yerda ko'radigan bo'lsak, ochiq holatda turibdi. Va yanada 1986-yildan hozirgi kungacha juda ham bu rivojlanib bormoqda. Savol tug'ilishi mumkin, nega shunday bo'ldi? Buni biz Black Winter deymiz va buning asosiy muammosi mana bu yerda 3 ta keltirgan ma'lumotlar. Ya'ni 3 ta kerak resurs desa ham bo'ladi. Birinchisi big data, ikkinchisi hardware va uchinchisi software. Demak, ma'lumotlar bu modelni o'rgatish uchun sifatli va katta hajmdagi ma'lumot talab qilinadi. Algoritm esa o'rganish va qaror qabul qilish uchun matematik modellar hisoblanadi. Hisoblash quvvati GPU, TPU va shunga o'xshagan kuchli serverlarni olishimiz mumkin. Va dasturlash tillari esa juda ham muhim yo'lda. Misol uchun Python hozirgi kunda eng sun'iy intellektning ko'p tarqalgan turlaridan hisoblanadi. Xo'p, bir so'z bilan aytganda, demak, biz agarda o'zimizning sun'iy intellektni modelni yaratib, undan foydalanish kerak bo'ladigan bo'lsa, juda ham yo'lda mana o'sha tushuncha bor, kerak bo'lgan. Demak, birinchisi big data, juda katta data kerak bizga. Keyin uni qattiq qismini qayta ishlaydigan kompyuterlarimiz kerak bo'ladi va uning softverasi, ya'ni bizda u misol uchun kutubxonalar va dasturlash tillari kerak bo'ladi. Bu yerdagi muammo ham xuddi shunday bo'lgan. Birinchidan ma'lumotlar kam bo'lgan, ikkinchidan uni qayta ishlaydigan kompyuterlar yaratilmagan edi va uchinchidan dasturlash tillari, kutubxonalar yo'q edi. Demak, sun'iy neyron 3 ta qismdan iborat. Birinchisi, demak, bu yoqda x-chalar bor. Crash, ya'ni inputs. Keyingisi bu og'irlik va keyingisi bu uni faollashtiruvchi funksiya. Ya'ni mana bu. Xo'p, oxirida esa bizga output chiqadi. Demak, neural tarmoqda asosan 3 ta layerlar deymiz, bizning qatlamlar bor. Birinchisi inputs, ikkinchisi hidden va uchinchisi esa final. Bunda nima bo'ladi? Demak, input layerda ma'lumotlar kiradi. Hidden layerda, ya'ni yashirin qatlam desa ham bo'ladi, bu hisob kitob qiladi va uchinchisida bizga output layer natijani chiqarib beradi. Demak, deep learning bu ko'p qatlamli chuqur neyron tarmoq. Ya'ni bu yerda aytishimiz mumkinki, agarda mana bu hiddenlari ko'payib borsa, buni biz bemalol deep learning deb atashimiz mumkin bo'ladi. Aslida deep learning bilan neyron tarmoq bir xil narsa, faqat neyron tarmoq juda ham oddiy turi. Keyin endi o'zimiz AI bilan inson miyasini bir solishtirib ko'ramiz. Ya'ni o'xshashliklarini, qanday, nimadan ilhomlangan. Xo'p, demak, miyada milliardlab neyron hujayralar bor. Har bir neyron signallarni qabul qilib uzatadi. Mana, ya'ni bizga uzatib bermoqda. AI da esa sun'iy intellektda sun'iy neyron tarmoq bu matematik model hisoblanadi.
kiruvchi qiymatlarni qabul qiladi va hisoblaydi, natija chiqaradi. Bo'layotgandek. Go'yoki g'oya xuddi shundan olingan degan fikr kelishi mumkin. Aslida ham shunday. Demak, birinchisi qabul qiladi, keyin hisob qiladi, hisoblaydi va uchinchisi bu natija chiqaradi. Demak, bog'lanishga ko'radigan bo'lsak, miyada neyronlarni biz sinapslar deymiz. Ba'zi bog'lanishlar kuchli esa, ba'zilari kuchsiz. Bu yerda ham AIda esa bu vaznlar viktimas muhim signallar katta vazn bo'ladi, ya'ni qiymat katta bo'lganlari kam ahamiyat esa kichik vaznlar. Buni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda men buni WW nomladim. W0, W1, W2, W3 hokazolar biz buni og'irliklar deb ataymiz. O'sha qanchalik katta bo'lsa, shunchalik u muhim sanaladi. Demak, bog'lanishni ham ko'rdik. Ana endi o'rganish qobiliyatiga kelamiz. O'rganish qobiliyati demak, inson tajriba orqali o'rganadi. Takrorlab bu xotira mustahkamlanadi. Ya'ni bu yerda ham xuddi shu inson miyasi kabi bu ham gradient descent deymiz biz buni, qanchalik to'g'ri ishlayotganligini tekshiradi. Xo'p, endi qatlamlarni ko'radigan bo'lsak, axborot turli hududlarda qayta ishlanadi. Misol uchun, inson miyasida har bitta mana bu burishmalarda ma'lumotlar saqlanadi va bir qancha qatlamlardan iborat. AIda esa bo'layotgandek, demak, kirish, yashirin qatlam va chiqish qatlam bor. Bu yerda mana buni biz kirish qatlam desak, biz buni yashirin qatlam deymiz va bunisini esa biz chiquvchi qatlam deymiz. Ya'ni output deymiz. Parallel ishlashi, demak, miyada bir vaqtda juda ham ko'plab neyronlar parallel ishlaydi va hozirgi kunda inson miyasi juda ham hozirgi AIlardan kuchli hisoblanadi. AI esa GPU tipi yordamida, ya'ni texnik resurslar davomida buni parallellashtirib ma'lumotlarimizni aniq olishimiz mumkin bo'ladi. Keling endi biz aynan shu AI, ya'ni sun'iy intellektni muhim tushunchalarini birma-bir asosiylarni ko'rib o'tamiz. Demak, birinchisi epoch. Epoch bu nima? Epoch desam bo'ladi. Necha marta qayta o'qilishi. Misol uchun, 1 marta o'qisak, 5 marta o'qisak va 20 marta o'qisak. Ya'ni biz bitta she'rni kamida 20 marta o'qisakgina uni yodlashimiz mumkin bo'ladi. Bunda ham xuddi shunday, biz modelni necha marta qayta o'qitilishini ana shu epochda ko'rib o'tamiz. Keyingi darslarda bunga ham biz juda ham chiroyli va kerakli bo'lgan amaliy topshiriqlar qilganmiz loyihalari. Buni yanada o'shanda chuqurroq tushunishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi asosiy tushuncha bu learning rate, ya'ni qanchalik tez yodlash. Misol uchun, bu yerda 3 ta keltirdim. Juda tez, juda sekin va o'rtacha. Agarda biz juda tez o'qiydigan bo'lsak, bola ham yodlashda adashib ketadi. Juda sekin bo'lsa ham kechgacha yodlaydi, lekin bizda ish samaradorligi kamayib ketadi. Va o'rtacha oladigan bo'lsak, o'rtachada endi esa bu yaxshi o'rganadi. Sababi har bitta learning rate'ni tanlashimiz juda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Xo'p, ham shunaqa juda tez bo'lsa, chakashib ketadi. Xo'p, demak, bash size bu paytda nechta satr yodlashimiz kerak? Misol uchun, serqosh qurayotgan bitta satr yodlasa tez unutiladi. Serqosh qurayotgan yerga vaqtmajon va hokazo. Agar 2 satrni birga yodlasa, bu bir-biriga bog'liq ma'nosini aniqlashtiradi. Misol uchun biz ham datalari uni o'qitganda bash sizini, misol uchun, bittada nechta satr olish kerak? O'shani
e'tibor berib o'shanga mos biz bash sayzini tanlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni buni yanada chuqurroq tushuntiradigan bo'lsak, bash sayz kuplet desa ham bo'ladi. Misol uchun agarda bizning madhiyamizda 4 ta kuplet beradigan bo'lsak, shuni birma-bir bo'laklarga bo'lib yodlasak, o'sha bizdagi bash sayz bo'ladi. Gradient descent, bu yoqda gradient descent ham xuddi shunday, boya aytganimdek, birinchi o'quvchi yodlaydi, o'qituvchi uni esa tekshiradi. AI da ham, AI modelini o'qishda ham xuddi shu jarayon bo'ladi. Demak, birinchi xato qiladi, chunki birinchi bergan bizdagi umuman parametrlar random tarzda olinadi va uni biz matematik jihatdan oladigan bo'lsak, hosila deymiz va gradient descent yordamida uni biz xatosini to'g'rilab, yanada uni aniqligini oshirish uchun keyingi epokka yoki keyingi o'qitishga uni jo'natamiz. Buni biz xatoni tuzatamiz deymiz. Ya'ni agarda uni hayotda oladigan bo'lsak, o'qituvchi ishini sun'iy intellektdagi o'sha formulalar, o'sha xossalar hal qiladi. Demak, keyingi 5-chi asos tushuncha ham bor. Chunki bu overfitting bo'lmasligi kerak. Chunki bir narsani yodlab ko'p yodlab yuborsak, bu yerda mana epoch bilan men buni tushuntirsam bo'ladi. Misol uchun bitta she'ri 20 ta o'qiganda yodlaydigan bo'lsa, agar men uni 100 ta yoki 200 ta qiladigan bo'lsam, bu yerda overfitting hosil bo'ladi. Chunki u hamma narsani ko'rganda xatolik paydo bo'ladi. Misol uchun model o'shanga nima deydi, moslashib qoladi. Xo'p, endi keling, asosiy tushunchalardan biri perseptronni ko'rib o'tamiz. Perseptron o'zi bu nima? Perseptron bu eng sodda sun'iy neyron modeli. Kirishlarni og'irlik bilan ko'paytirib, bularning yig'indisini hisoblaymiz. Natijada oxirdagi foydalanuvchi funksiya orqali biz natija olamiz. Bu nima degani? Demak, bu yoqda mana bu qiymatlar keladi. Bular bizni inputlar deymiz. W'lar uni ko'paytiramiz va oxirida hammasini qo'shib chiqamiz. Ya'ni summasini olamiz demoqchiman mana. Mana bu ishni уже biz qilib bo'ldik. Ana endi biz qanaqa funksiyadan foydalanyapmiz? Ya'ni aktivatsiya funksiyasidan. O'shanga qo'yib bizdan nima chiqar ekan? Output chiqar ekan. Mana shu narsa output. Ya'ni nima chiqadi? Qaysi klassda chiqadi degan savolga javob beradi. Eng oddiy neyron tarmoqda, demak, kiruvchi bor, yashirin qatlam bor va final output bor. Ya'ni bu yerda bitta qatlamni neyron tarmoq bor degan. Bu sun'iy neyron tarmoqning eng sodda shakli va bizga bittagina yashirin qatlam. Agarda qatlamlar soni ko'payib borsa, buni boya aytdim, deep learning hisoblanadi. Ya'ni deep learningda bir nechta 1 million kerak bo'lsa, 1 milliardta yashirin qatlam bo'lishi mumkin. Endi keyingisi bu CNN deymiz, konvensional neyron tarmoq. Bu tasvirlar bilan ishlashga ixtisoslashgan sun'iy neyron tarmoq. Buning asosiy g'oyasi tasvirdagi xususiyatlarni chegaralar, shakllar, teksturalarni aniqlaydi va ular asosida klassifikatsiya, ya'ni qaysi sinfga ekanligini bizga ko'rsatib beradi. Bunda asosiy tushunchadan ko'radigan bo'lsak, input bor. Demak, buni biz konvensiya qildik. Buni birma-bir men o'zimning asosiy fan kurslarimda ko'rsatib o'tganman. Bu yerda mana 24 bo'lgan filtr bor. Demak, konvensiyadan filtrga ko'paytirishda, ya'ni keyin max pooling bor. Max poolingda esa bu uning eng katta qiymatlari olinadi va yana bu jarayon ketadi, yana ketadi va yana ketadi. Oxirida esa full connected deymiz, bizga qaysi klassga mansub bo'lgan outputlar chiqaradi. Va agarda biz bu yoqda mana 2 oladigan bo'lsa, 2 ning foizi boshqalar nisbatan katta bo'ladigan bo'lsa, model bizga ana shu sonimiz 2 ga teng degan xulosani chiqarib beradi. Xo'p, konvensional layer bu tasvirsidagi yordamida harakat qiladi va xususiyat xaritasini tekshiradi. Relu pooling
fallikanit, ya'ni oxirdagilar da biz yakuniy klasslarni bashorat qilishni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Juda ham ko'p joylar qo'llanadi. Misol uchun tasvirlarni tanish, Face ID ham bo'ladi, obyektlarni aniqlash, tibbiy rasmiyat tahlili, MRT ko'zo va sizlar juda ham mashhur degan Face Detection yoki Face ID da juda ham ko'p ishlatilib kelinmoqda. Bu bizga boyagi aytganim kanalni ko'paytirish amali hisoblanadi. Endi keyingi turini ko'radigan bo'lsak, bu autoencoder. Bu o'zi o'rganuvchi neyron tarmoq ma'lumotlarni siqish va keyin qayta tiklash orqali tahlil qiladi. Maqsad kirishdagi ma'lumotlar minimal xatolik bilan tiklashdan iborat. Diqqat savol. Bu bizga nima kerak? Qayerda ishlashimiz mumkin? Buni men aytishim mumkinki, misol uchun biz Zoom yoki shunaqa bir konferensiya qiladigan bo'lsak, juda ham katta hajmda ma'lumotlar bo'ladi. Ya'ni tasvirga biz internet orqali uni yo'lga qo'yadigan bo'lsak, ma'lumot almashish hajmi oshib ketadi. Keyin buni shu autoencoder bilan hal qilamiz. Ya'ni nima degani bu? Bu ma'lumotlari bizga siqadi va jo'natadi internet tarmog'idan. Va ikkinchi tomon esa uni qayta tiklagan ta'sirini ko'radi. Ayollar yaxshi biladi. Keling, yana bitta yaxshi bu yoqda misol keldi. Misol uchun odamga biz, misol uchun ayolga ko'ylak kiymoqchimiz. Misol uchun ko'ylakda ayollar ancha yaxshi bilishadi. 13 xilmi, 14 xil xususiyati bor. Misol uchun uning bo'yini o'lchaydi, enini o'lchaydi, qo'l uzunligini o'lchaydi, ho'kiz o'lchaydi. Bu endi klient bilan gaplashib turadigan ustoz deb qarashimiz mumkin. Va o'zini vaqti yo'q. Bu endi nima qiladi? Bu endi shogirdga o'shani jo'natadi. Shogird bu yoqda uni 14 ta xususiyat bilan qayta o'ziga tiklab oladi. Ya'ni nima demoqchiman? Hozir bitta jarayon bo'ldi bu yoqda. Bu ustoz tikuvchi 14 ta xususiyat oldi. Ya'ni bu yoqda nima qildi? Ma'lumotlar siqdi. Va endi bu shogirdga jo'natdi. Shogird endi 14 ta xususiyat bilan unga nima qildi? Ko'ylak tikdi. Demak, mana shu jarayonning o'zi ham autoencoder hisoblanadi. Ya'ni agarda shogird misol uchun savzolar joyda bo'lishi mumkin. Boshqa viloyatda tasavvur qiling. Ustoz esa boshqa viloyatda. Misol uchun ustoz Buxoroda, shogird Samarqandda bo'lishi mumkin. Agarda u odam borib kelishi kerak bo'ladigan bo'lsa, juda ham ko'p xarajat, vaqt kerak bo'ladi. Buni oddiygina mana Buxorodan uning o'lchamlarini olib, unga tashlab berdi. Samarqanddagi odam yoki shogird uni oldi, unga mos ko'ylak tikib, uni taksi bilan jo'natib yubordi. Demak, bu yerda ham xuddi shu jarayon bo'ladiki, uning tagidagi nomi yoki tagidagi modeli, tarmoq turi bu autoencoder hisoblanadi. Xo'p, boyagi narsa demak encoder bor, latency space bor va decoder bor. Qo'llanishi: ta'sirni siqish, shovqinlarni olib tashlash, anomaliya aniqlash, juda ham kerak bo'lgan kreativ firibgarlikni aniqlaymiz va generatsiya. RNN juda ham mashhur tarmoq turlaridan hisoblanadi. Bu ketma-ketlikdagi ma'lumotlar bilan ishlaydigan neyron tarmoq. RNN Recurrent Neural Network deymiz. Avvalgi holatni eslab qolish xususiyatiga ega bo'ladi. Tasavvur qiling, mana bu yerda so'z bor, gap bor va 3 ta so'zi bor. Ya'ni the food was great. Demak, great'i oldindan biz uni o'qita olamiz va bizga u aynan shu 3 ta so'z kelganda
keyingi keluvchi so'zni bizga nima qilib beradi? Chiqarib beradi. Ya'ni biz buni qayerda qo'llaymiz deb qarasak, buni biz Google Colab'da ham hozirda ko'rishimiz mumkin. Boshda 4-5 ta kod yozgandan keyin pastda o'shanga mos, ayni sizga mos kerak bo'lgan avtomatik kodlarni chiqarib beradi. Bu nima degani? Bu barcha Google'dagi datasetlarni, ya'ni ma'lumotlarni oldindan o'qitilishdan hosil bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Bu qayerda qo'llanadi? Yana savol beradigan bo'lsak, bu endi tarjimonlarda kerak bo'ladi. Keling, uni sagini oddiylashtiramiz. Misol uchun, bizda juda ham mashhur salom turimiz, salom beradigan assalomu alaykum bor. Demak, assalom deb yozadigan bo'lsak, biz bilamizki, uning orqasida alaykum bor. Demak, assalomu alaykum. To'g'rimi? Demak, assalomu alaykum so'zini biz oldindan modeliga o'qitib olamiz. Assalom so'zi keldimi, keyingisini uje avtomatik alaykum deb bizga chiqarib beradi. Xo'p, LCM, ya'ni long short term memory, bu ham R'ning juda ham mashhur turi, yaxshilangan turi. Bu ham xuddi shu tartibda ishlaydi. Transformer bu Google tomonidan taqdim etilgan arxitektura. Ketma-ketlikdagi ma'lumotlar bilan samarali ishlaydi, lekin R'ning yoki STMga ketma-ket emas, bu balki parallel ishlaydi. Transformeri juda esda qolish uchun men sizlarga bitta so'z bilan tushuntirsam bo'ladi buni. ChatGPT. Ya'ni ChatGPT ham transformerda o'qitilgan model hisoblanadi. Arxitekturasi xuddi shundan iborat. Biz oldindan pre-training ni amalga oshiramiz va o'zimizga mos fine tune qilib, o'zimizga xos bo'lgan modelimizni yaratishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda asosiy komponentlar quyidagicha, demak, self attention bor, encoder decoder bor. Afzalliklari: parallel ishlash imkoniyati juda tez, uzoq kontekst yaxshi eslaydi. Qo'llanishi chatbotlarda, avtomat tarjimalarda, matn generatsiyada, hattoki kod yozishda, savol javobda ham hozir aytgandek ishlatilib turibdi. Deep learning eng samarali arxitektura bu GPT, BERT, D5, transformer asosida bular ishlab turmoqda. Xo'p, yanada biz buni GAN arxitekturasini ko'radigan bo'lsak, juda ham bu ham qiziqarli. Chunki bu yoqda bizga matn yoki ovoz, hattoki video generate qilib beradi, ya'ni yaratib beradi. GAN sun'iy ma'lumot yaratish uchun ishlatiladigan model bo'lib, 2014-yilda Lana Goodwell tomonidan ishlab chiqilgan. Unda ikkita narsa bor. Birinchisi demak generator, keyingisi esa diskriminator bo'ladi. Ya'ni bu yoqda mana generator generatsiya qiladi, diskriminator esa uni tekshiradi. Qanchalik bu jarayon amalga oshib boradi. Birinchi demak noise, bu shovqindan xuddi shunaqa bizga yangi yuz paydo qilib beradi. Yangi tasvir paydo qilib beradi demoqchiman. Bu ham oldindan o'qitilgan ma'lumotlar, training set deyilgan. Yuzlar orqali bizda yangi bitta tasvir hosil bo'ladi. Ishlash jarayoni demak, generator tasodifiy shovqinda rasm, ovoz va matn yaratadi. Diskriminator esa bu yaratmani, ya'ni bu haqiqiy yoki soxta ekanligini aniqlab beradi. Ular har doim bir-biriga qarshi o'rganadi va tobora u real ko'rinadigan tasvirlarga aylanib boradi. Qo'llanishi: sun'iy intellekt yordamida rasm yaratish, ya'ni deepfake, style gun deymiz buni. Rasm tiklash, turli xil biz eski rasmni tiklashimiz mumkin. San'at va moda dizaynda ma'lumotni kengaytirish va shu yo'nalishlarda buni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda mana bu demak
bunaqa tasasida bo'lmagan. Ya'ni biz buni ChatGPT sora modeldan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman, hozirgi kunda trenddagi videolarning tagida o'sha generativ adversarial network turibdi. Bu nima degani? Bu oldindan o'qitilgan tayyor modellar. O'shalar orqali juda katta, bu yerda biz big data deymiz. O'shalar bilan modellar o'qitiladi va yangi rasmlar, videolar generatsiya bo'ladi. GPT bu matn generatsiyasi uchun transformatsiya asosida ishlatilgan, yaratilgan model. U oldindan tayyorlangan, ya'ni pre-training, keyincha esa turli vazifalarga moslashadigan arxitektura hisoblanadi. GPT arxitekturasi transformer dekoder asosida ishlaydi. Birinchi versiyasi 2028-yilda OpenAI tomonidan ishlab chiqilgan. Hozirgi kunda ChatGPTning 5.3 даже 5.4 versiyasi ham chiqdi. Demak, GPTning asosiy g'oyasi katta hajmdagi matnlar ustida o'rganadi, keyin esa yangi matn yaratadi. Bu yoqni men yana tushunarli qilish uchun, misol uchun, assalomu alaykum. Demak, assalom so'zi bilan alaykum so'zining o'rtasidagi xususiyat, ya'ni biz buni qanchalik bog'ligi deb atasa ham bo'ladiki, o'shani o'rganadi GPT. Ya'ni biz tonna big data beradigan bo'lsak, u aynan shu so'zni olib boshqalari bilan munosabatni o'rganadi. Ya'ni biz so'ragandan keyin u o'shanga mos bo'lgan matnlarni generatsiya qilib beradi. Men ushbu deep learningdagi GPTdan boshqa hamma arxitekturalar orqali modellar yaratganman. Xudo xohlasa, keyingi darslarimizda har bittasini birma-bir ko'rib o'tamiz. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Xayr, sog' salomat bo'ling.